Bugungi videoda men Epic Pass'ni shunchaki koptok qilib o'ynayman. Bu video 3-qism va agar mana shu 3-qismda 5 ta like yig'ilmasa, keyingi qismni albatta umuman chiqmaydi. Meni kutmanglar. Va уже men obunachilik boshladim va men full olmoslikka ega bo'lmoqchiman. Bunga uchun elita deb qilgandim. Va bu yerda albatta buni o'ldirish kerak. Qanday o'ldirib buni qilish kerak va menga hop bu o'zi ham kerak. Xo'sh. Bu yerda invertam bo'lib qolibdi. Bu qo'yaman. Bu keraksiz. Bu ham keraksiz. Daraxt yo'q. Yaxshi, buni sib qo'yganim yaxshi hammasini. Bu yangi qani mod tortgan o'rnatlar qani xo'sh. Skills inventory nima bu? Bilmadim, sal keyinroq qilib ko'raman. Xo'sh, men backpack'im iltimos buni keysini sozib qo'yaman obunachilar. Bu keysiz, albatta bu ham. Juda ham ko'p keysiz narsalar. Men buni hozir hammasini solaman. U ilaydi va menga kerak. Yaxshi Facebookda ko'proq qilib olganim. Lekin videoda yozib eslamash qolgan ekan obunachilar. Mayli, muhimi bu yerda narsada hammasini olishim kerak. Hammasi kerak. Keysiz narsani o'zi yo'q bu Minecraftda. Faqatgina unaqadan tashqari chatligin kartochkadan boshqa birinchi olmos aslaha. Va oltin va bular bo'ldi. To'ldi endi mana shu joy. Bu 8 invertorni olish kerak shekilli. Tushunmayapman, qanaqa qiladi? Invertorda juda turib o'tiramikin. Xo'sh, ochib bo'lmayapti-yu. Mayli. Shu aslaham sinib qolay deb obunachilar. Bu juda ham yomon. Va men asta-sekin boshqa joydagilarni ham ochish harakat qilyapman. Va men juda ham ko'p tashakkur o'tkazdim. Yengdim. 2 ta tushdi. Hali men ko'p sharaf yig'moqchiman. Albatta kelajak uchun agar sizlar video chinoq qilsanglar obunachilar, men bu yerga hamma sharaflarni qilaman. Video chiqqanman faqat 5 ta like chiqib berdim. 3 ta like chiqib bersa yetadi menga obunachilar. 3 ta bo'lsa ham mayli obunachilar, menga hech nima kerak emas. Va o'zi olmosda bulg'a va temurli narsalar. Va menga bu kerak. Okay, let's fucking go. Bu yerda albatta o'ldiraman. Yaxshi, menda elita bor. Sharqqa bosh chiqib ketyapti. Bu juda ham yomon. Va men chiqib ketishim kerak. Va obunachilar. Bosh juda ham yomon. Telefonim qotayotgan obunachilar. Bu juda ham yomon telefonim qotishi. Men buni o'rnashim kerak. Yangi mod FPSlar degan bitta mod tortgandim. FPSga ko'tarib bergan, ammo bu yordam bermayganga o'xshayapti. Telefonim juda ham qatyapti. Tasavvur qilolmaysizlar. O'tda qotyapti. Men buni o'g'irlagan bo'lardim. Qaylar. Qo'ysa ham shu hol bo'lyapti. Obunachilar qabaylar, men degan kitobini menga o'rnatdim. Aqlliman juda ham. Va bu menga juda ham yordam kerak va men o'zimga olmos aslahalar olishim kerak. Va bu bulg'ani buzilmasdi bulg'asini qo'ldim olib keldim. Va nafas olish buzilmas ham qo'shib turishdi. Mayli, himoya zonasi bilan bo'ldi. Bittadan bunaqasi kerak ekan. Oyoq kiyimlar juda ham kerak.
bo'ldi. Endi buni enchantment qilamiz. Iltimos tuzing. Snapeto yo'q emas. Xmek. Opa tushmoqchi. Bu yaxshi 3 tushdi. 3 juda ham qimmatbaho. Va bu yerda goblin bor ekan. Goblin. Yaxshi, lekin hozircha ketasan goblin. Menga unaqa narsalar yo'q. Lekin albatta men nesvet yasash uchun qilaman. Fortune 3 ay. Meniki yaxshiroq. Va men o'zim ovqat qilishimga ovqat yo'q ekan menga obunachilar. Ha, bitta uy qurishim kerak. Ha, bu yerda juda ham ko'p bosslar bor. Bu ultra boss mod-ku. Men hali bosslar juda ham ko'pini yengishim kerak. Har qismda bosslar yenganim yaxshi deb o'ylayman. Ha, buzilmas. Nimaga narsa qo'shib bermayapti? Enchant qo'shib ber. Va obunachilar bilmasdan qilmayman deb buni bossni uyg'otdim. Va finally va nihoyat obunachilar. Bu juda ham kuchli plus boss. Va men buni yengishim shart. Yaxshi ham telefonim qatyapti. Unda shuni yengish oson bo'ladi. Qaylar уже meni katta qilib o'ynayapman-ku. Telefonim yaxshi anti-lag degan mod bo'lgan, telefonim qatamolgan. Uni telefoni portlab ketgan bo'ladi, ishonasizmi obunachilar? Endi shunaqa sekin o'taman endi. Lekin yaxshi ketyapti jon. Qatishni qo'ydi obunachilar. Agar men shu qatmaganda obunachilar aniq bilaman, qo'qilib ketgan bo'ladi. Chunki bitta masu kamida 3-4 ta chiqarib tashdi o'zini yordamchilari. Bu qatganda yordamchilar chiqarolmayapti shu. Ha, bu juda ham xavfli bo'lib ketgan bo'ladi agar bu boss qo'ylar. Qonunni voleybol qilib o'ynaychi buni voleybol. Ana voleybol qilib o'ynayman sen kerak bo'lsa. Va voleybol qilib tashtibaga chiqarib qo'ydim obunachilar. Videoga olmayapman bu joyini. Va hozir telefonim qayerlar jin bo'lib ekanini. Bam. Ondan. Men buni ishimga hatto qatgan telefonimni. Shuncha qiyamdan qatyapti. Yana kuchli anti-lag degan nima shekilli obunachilar. Давай. Men seni voleybol qilib o'ynayman. Bum. Voleybol to'pi. Ha, bu voleybol to'p qilib o'ynayapman. Qani voleybol to'pi maqaki. Yaxshi. Bu obunachilar voleybol qilib o'ynayapman butunda. Sen haqiqiy voleybol to'pisan-ku men uchun. Qavlabilchi yo'q, oqqa yoqat, suvga tushma. Darajalar unda suvga tushmaydi unda. Mashg'ulotlar meni hardcore bo'ltimdan ayirgan. Plus hardcore deb seni yo'qotib qo'yganman. Maqakki plusdan bo'lgan. Mana oqqa qayt, oqqaga uch, putafga uchma. Suvga uchma, yo'q. Kim bug bo'ladi? Ona endi. Mana shunaqa kelding, mayli endi. Sen navga qo'rqoqqa chizaysanmi? Uni ko'zi tushdi. Qanaqada ko'zi? Villichu ayo. Yaxshi. Va bu nomja qatyapti bu. Ilgisida tushdi ham. Telefonimga 100% yordam kerak. Hozir portlab ketsa kerak. Qizib ketgan tasavvurlarni bizlar obunachilar. Qani darajalar? Daraja qani 40 daraja bo'lishi kerak ekan. 40 bo'lishi kerak edi obunachilar. Ozgina kichkina daraja-ku. Ozgina daraja. Qani qolganlari? Shu ham daraja, kichkina daraja o'tkazib 40 bergandi menga. Aldashdi meni. Qatmol. 40 qanaqasiga? Yana bor ekan, 50gacha ko'taraman men hali. Lekin villijo hayt. Bosh kiyimi
qanday ko'rinadi. Kim bu ko'rsatchik? Men bu ko'rsatchik. Kim bu ko'rsatchik? Men bu ko'rsatchik. Va obunachilar, men o'zimga uyga remont qilgan narsalar kerak obunachilar. Va yangi boltani sinib ko'rgandim, sehrlab. Mana telefonim hozir qatyapti qo'ylar. Tez bo'lganiga boshqasiga ham qatyapti obunachilar. Lekin iltigi mening hisob katta lekin. Ana qatyapti. O'sha fast ko'targan narsa kerak menga. Mod. Balki bitta mod ochib olsammikin bu voltani. Va obunachilar aylanib yuribdi. Bitta bunaqa quduqqa duch keldim, telefonim mana shu quduqdan keyin qotib qoldi. Demak, pastda 100% narsa bor. Va men Waystone topdim. Mana turganda tushib ketdi hozir qaylar. Waystone, Correlated more travels. Qanaqa qilib buni oladi endi buni? Uy. Qanaqa uy? Daraxt tepasida uy ham bor ekan. Mana men uyimga ajoyib bunaqa shishalar bor ekan. Men buni shunaqa uyimni chiqib qo'yaman. Shishalar bilan. Xo'sh, yana bormi? Hozircha musoga. Yo'q, musoga olmos qilchim o'sha sinay dedi. Yana ko'rishakli. Ana. Yana yig'ilma qoldi. Mana obunachilar, anasini yebsan. Ishqi men tuzoq bormi? Qani yana muso bor. Bitinga qimmat narsa, lekin bu elksirlar keyin bo'ladi menga obunachilar. Qancha like ko'matursalar video sifati shuncha bo'ladi. Video sifatsiz bo'layotganiga sabab bu sizlarda likelar yo'qligidan. Va mencha bu so'nggi qism bo'lsa kerak balki. Sizlar hatto 5 ta like yig'ib berdilar. Mayli. 5 ta emas. 5 ta kommentariy yozinglar. Keyin video so'z chiqadi. Bilmadim men. Bugun ham kim qolyapti? Goblin bratish. Goblin menga nima sotasan? Ayani o'zimni. Ukam. Xo'sh, yaxshi. Pechka, name tag. Yo'q, pechka yo'q. Waystone ko'rdim. Iltimos, faqat tuzli narsa bo'lsin. Tuzli narsa nothing. Mayli, bu stringga bo'lishi mumkin, bu chabamga bo'lishi mumkin. Faqat 100 yo'q menga kerak. Ana ketdim. Bo'ldi obunachilar. Telefonim qatyapti. Men uyimni oldidek, shuncha struktura olsa ekan, lekin hamma struktura bitinga qimmat. Waystone qanday ko'rinadi? Xo'sh, Waystone, If your name is some bubble code Waystone will be. Qanday ingliz tilini zo'r bilsam. Bilaman, zo'rmasda ozgina tushunaman. Mayli. Bo'ldi, video tugadi.